48 oylik muddatli to'lov bo'lsa, mashina nomingga o'tkazib berilsa, 5 yillik kafolati bo'lsa, yana nima kerak? Dunyo krossovерлari ichida eng mashhur va eng ma'qullardan biri Kia Sportage haqida gaplashamiz. 2023-yilda dunyo miqyosida eng yaxshi avtomobil deb topilgan ushbu mashina aslida ta'rifga unchalik muhtoj emas. Agressiv ko'rinishdagi tashqi dizayn, zamonaviy va noan'anaviy LED faralar avtomobilni har qanaqa nozik did vakillariga ham ma'qul keladigan ko'rinishga keltirgan. Benzin tanlamaydigan 2 atmosferali motor esa O'zbekiston sharoitiga mos keladi. Salon qismida ham zamonaviy avtomobillarga kerakli barcha qulayliklar sizni kutib oladi. Eng muhimi, salon keng va avtomobilning o'zi juda ham yumshoq. Siz ushbu avtomobilni Kia Olmaliq avtosalonidan boshlang'ich 60% to'lov bilan 48 oygacha muddatga foizsiz muddatli to'lovga xarid qilib olishingiz mumkin. Agar takliflarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini yozib qoldiring yoki ushbu raqamlarga aloqaga chiqing.